Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qariyalarga gerti 20 ming so'mdan beti 20 ming so'mgacha qo'shimcha pul qo'shilishi haqida gap ketmoqda. Eng asosiy savol shuki, bu oshirish hamma pensionerlarga tegishlimi? Faqat yoshga doir pensiya oluvchilargami? Nogironligi bor keksalargami? Yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashaydigan qariyalargami? Mana shu masalada odamlar orasida juda ko'p chalkashlik bor. Bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki kimdir o'ziga tegishli pulni bilmay yurishi mumkin. Kimdir esa menga ham tushadi deb noto'g'ri kutayotgan bo'lishi mumkin. Men hozir buni oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kimga bu tegmaydi, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjat kerak, hammasini tartib bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunda ijtimoiy to'lovlar, pensiya va nafaqa masalalarida eng kichik detal ham oilaning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo eng muhim narsani aniq aytib qo'yay. 420 ming so'mdan 520 ming so'mgacha qo'shilish deganda har bir pensionerning pensiyasi avtomatik ravishda 420 yoki 520 ming so'mga oshadi degan ma'no chiqmaydi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Qariyalarga qo'shiladi degan ibora eshitilganda odam darrov demak barcha keksalarga berilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa bunday to'lovlar odatda maqsadli bo'ladi. Ya'ni aniq toifadagi fuqarolarga beriladi. Oldin pensiya va nafaqalar alohida tartibda oshirilardi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa miqdorlari prezident farmonlari yoki hukumat qarorlari asosida ma'lum foizga oshirilardi. Bunda pensiya oluvchilarning asosiy qismi o'z miqdoriga qarab oshirilgan pulni olardi. Lekin hozir gap bo'layotgan 420 mingdan 520 ming so'mgacha qo'shimcha masalasida asosiy e'tibor barcha pensionerlarga emas, balki ijtimoiy himoyaga muhtoj qariyalarga, parvarishga muhtoj shaxslarga, yolg'iz yashaydigan yoki qo'llab-quvvatlashga ehtiyoji bor keksalarga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda farq juda katta. Pensiyaning umumiy oshirilishi deganda sizning mavjud pensiyangiz ko'payadi. Masalan, 1 million 200 ming so'm olayotgan odamga 10% oshsa, 120 ming so'm qo'shiladi. Lekin maqsadli qo'shimcha deganda faqat belgilangan mezonga tushgan odamga alohida summa beriladi. Bu summa 420 ming, 420 ming, 500 ming yoki 520 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Demak, birinchi xulosa bu masalada men pensionerman, demak menga ham tushadi deb emas, men qaysi toifaga kiraman deb tekshirish kerak. Asosiy qism 1. Kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar kutmasligi kerak? Endi eng muhim savolga o'tamiz. Bu oshirish kimlarga ta'sir qiladi? Men buni bir nechta guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh yolg'iz yashaydigan keksalar. Agar keksa odamning farzandlari bo'lmasa, yaqin qarindoshlari yordam bermasa, u o'zi mustaqil yashasa va kundalik ehtiyojlarini qoplashda qiynalsa, u ijtimoiy himoya tizimida alohida e'tiborga olinishi mumkin. Masalan, 74 yoshli onaxon mahallada yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm. Kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat, gigiyena vositalari ketgach, qo'lida deyarli pul qolmaydi. Ana shunday holatda unga qo'shimcha yordam belgilanishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik bo'lmaydi. U ro'yxatga olinganmi? Mahalla yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan o'rganilganmi? Daromadi va oilaviy holati tekshirilganmi? Shular muhim. Ikkinchi guruh o'zgalar parvarishiga muhtoj qariyalar. Bu degani odam yoshi sababli yoki sog'lig'i sababli o'zi ovqat pishira olmaydi, dori ichishini nazorat qila olmaydi. Uydan chiqish qiyin, gigiyena va kundalik hayotda yordamga muhtoj. Bunday keksalar uchun davlat tomonidan nafaqat pul, balki ijtimoiy xodim xizmati, uyda parvarish, dori-darmon yoki oziq-ovqat yordami kabi choralar ham bo'lishi mumkin. Masalan, Bagidin 2 yoshli otaxon insultdan keyin yurishi qiyinlashgan, o'g'li boshqa viloyatda, qizi esa o'zam kam ta'minlangan. Bunday vaziyatda otaxonning oddiy pensiyasi yetmasligi tabiiy. Agar mutasaddi tashkilotlar uni parvarishga muhtoj deb topsa, qo'shimcha 420 ming so'mlik yordamga yaqin turdagi to'lov yoki kompensatsiya belgilanishi mumkin. Uchinchi guruh kam ta'minlangan oilada yashaydigan keksa pensionerlar. Ba'zan odam yolg'iz emas, farzandi bilan yashaydi. Lekin farzandi ishsiz, oilada 3-4 nafar bola bor. Uyda bitta pensiya asosiy daromadga aylangan. Bunday holatda farzandi bor ekan, yordam kerak emas deyish har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki real hayotda farzandning o'zi ham yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Masalan, 7 yoshli bu o'g'li kelini va 3 nabirasi bilan yashaydi.
O'g'li mavsumiy ishlaydi, doimiy daromadi yo'q. Bu 40 million so'm pensiya oladi. Oilaning jo'n boshiga daromadi juda past. Mana shunday vaziyatda oilaning ijtimoiy ahvoli o'rganilganda qo'shimcha yordamga asos bo'lishi mumkin. 4-guruh nogironligi bo'lgan qariyalar. Agar keksa odam nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya bilan birga sog'lig'i sababli doimiy xarajat qilsa, masalan, dori, pampers, maxsus oziq-ovqat, reabilitatsiya vositalari kerak bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu yerda ham nogironlik guvohnomasining o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Tibbiy xulosa: parvarishga muhtojlik darajasi, oilaviy sharoit, daromad, yashash joyi kabi omillar o'rganiladi. Endi kimlarga bu ta'sir qilmasligi mumkinligini ham ochiq aytaman. Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, bir nechta manbadan pul olsa, masalan, pensiya bilan birga ijara daromadi, biznes daromadi yoki farzandlaridan muntazam moddiy yordam olsa, bunday odam maqsadli ijtimoiy yordam ro'yxatiga kirmasligi mumkin. Yana bir holat. Pensioner farzandlari bilan yashaydi. Farzandlari rasmiy ishlaydi. Oilaning daromadi yetarli. Uy joy sharoiti yaxshi. Bunda ham 425-20 ming so'mlik qo'shimchani kutish to'g'ri bo'lmaydi. Misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 6-8 yoshli erkak 20 milyon 700 ming so'm pensiya oladi. 2 o'g'li bor. Ikkalasi ham rasmiy ishlaydi. Har oy otasiga yordam beradi. Bu odam qariyalik maqomiga ega, lekin ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi past bo'lishi mumkin. Demak, unga bunday qo'shimcha tushmasligi ehtimoli yuqori. Ikkinchi misol. 7-9 yoshli ayol 8-7 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Qon bosimi, diabet kasalligi bor. Har oy dori uchun 300-400 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar ham bor. Mahalla uni yaxshi biladi, lekin ayol hech qayerga murojaat qilmagan. Mana shu odam real yordamga muhtoj bo'lishi mumkin, lekin tizimda ro'yxatga olinmasa, yordam kechikadi yoki umuman belgilanmasligi mumkin. Uchinchi misol. Yetim 2 yoshli pensioner qizi bilan yashaydi. Qizi rasmiy ishlamaydi. Nogiron farzandiga qaraydi. Pensionerning pensiyasi butun oilaga ketadi. Bu holatda u yolg'iz emas deb rad etish adolatli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar ham ijtimoiy xodim yoki mahalla orqali ahvoli o'rganilishini so'rashi kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar va nozik jihatlariga to'xtalaman. Birinchi xato: odamlar qo'shimcha pulni pensiya oshishi bilan adashtiradi. Agar xabarda qariyalarga 20 mingdan 520 ming so'mgacha qo'shiladi deyilsa, bu doim ham pensiya miqdorining oshishi degani emas. Bu ayrim toifadagi qariyalar uchun kompensatsiya, ijtimoiy yordam, parvarish puli yoki alohida qo'llab-quvvatlash turi bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir xabarni kimga, qachondan, qaysi shart bilan degan 3 savol orqali tekshirish kerak. Ikkinchi xato: ro'yxatda bo'lmagan odam pulni kutib o'tiradi. Maqsadli ijtimoiy yordamlar ko'pincha murojaat, o'rganish va xulosa asosida beriladi. Agar sizning ahvolingiz og'ir bo'lsa, lekin mahalla ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi buni bilmasa, siz tizimda muhtoj sifatida ko'rinmasligingiz mumkin. Shu bois davlat o'zi biladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Albatta, ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bor, lekin real hayotdagi holat har doim ham bazada to'liq aks etmaydi. Uchinchi nozik jihat: doimiy yashash manzili. Ko'p qariyalar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, pasport bo'yicha Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin amalda Toshkentdagi qizining uyida yashaydi. Bunday holatda murojaat qayerga qilinadi, o'rganishni kim o'tkazadi, yordamni kim belgilaydi degan savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun doimiy yoki vaqtincha yashash manzili masalasini aniqlab olish kerak. Agar odam amalda boshqa hududda yashayotgan bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmat organlariga shu holatni tushuntirishi zarur. 4-jihat: hujjatlar. Ko'pchilik hammasi bazada bor deb o'ylaydi. Pasport ma'lumoti, pensiya miqdori, nogironlik bo'yicha ayrim ma'lumotlar bazada bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi holatlarda tibbiy xulosa, parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi ma'lumot, oila tarkibi, farzandlarning yashash joyi, daromad haqida ma'lumot, ijara yoki kommunal xarajatlar bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa, mening pensiyam yetmayapti degan gapning o'zi yetarli emas. Nima uchun yetmayapti? Qaysi xarajatlar bor? Sog'liq holati qanday? Yordam beradigan yaqinlari bormi? Mana shu savollarga javob kerak bo'ladi. 5-jihat: farzandlarning borligi avtomatik rad etish degani emas, lekin u albatta hisobga olinadi. Agar keksa odamning 3 farzandi bo'lsa, lekin ularning biri xorijda, biri o'zi ta'minlangan, biri nogiron farzand boqayotgan bo'lsa,
vaziyat alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo farzandlar yaxshi daromad topib, ota-onasini amalda qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lsa, davlat yordami birinchi navbatda undan ham og'irroq vaziyatdagi odamlarga yo'naltiriladi. Bu masala hissiyot bilan emas, hujjat va real o'rganish bilan qaror qilinadi. 6-nozik jihat 120 ming va 520 ming so'm orasidagi farq. Nega hammaga bir xil emas? Bunday farqlar odatda toifa ehtiyoj darajasi, xizmat turi yoki belgilangan normativlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, kimdir faqat oziq-ovqat va gigiyena vositalari uchun yordam olishi mumkin. Kimdir parvarishga muhtojligi sababli yuqoriroq yordamga ega bo'lishi mumkin. Yana ayrim hududlarda xarajatlar farqi, baholash mezonlari yoki xizmat paketi miqdori ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga behid yiqiming tushibdi, menga nega dard yiqiming degan savolga javob olish uchun shaxsiy ish hujjatlarini va belgilangan toifani tekshirtirish kerak. 7-jihat. Bu pul doimiy umr bo'yi kafolatlangan bo'lmasligi mumkin. Ba'zi yordamlar ma'lum muddatga belgilanadi va keyin qayta o'rganiladi. Masalan, 6 oy yoki 13 oy davomida yordam berilib, keyin oilaviy ahvol, daromad, sog'liq holati yana tekshirilishi mumkin. Agar vaziyat yaxshilangan bo'lsa, yordam to'xtatilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Agar vaziyat yomonlashgan bo'lsa, aksincha yordam davom ettirilishi yoki boshqa xizmatlar qo'shilishi mumkin. 8-jihat. Naqd pul bilan xizmatni adashtirmaslik kerak. Ayrim hollarda yordam pul ko'rinishida beriladi. Ayrim hollarda xizmat ko'rinishida bo'ladi. Masalan, ijtimoiy xodim haftada bir necha marta kelib, oziq-ovqat olib berishi, dorini eslatishi, uy ishlarida yordam berishi mumkin. Kimdir menga pul bermadi deb norozi bo'ladi, lekin unga xizmat ajratilgan bo'lishi mumkin. Bu ham ijtimoiy yordamning bir shakli hisoblanadi. Shuning uchun sizga aynan pul kerakmi? Parvarish xizmati kerakmi? Oziq-ovqat yordami kerakmi? Buni murojaatda aniq yozish muhim. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar sizning oilangizda keksa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz bo'lsa yoki o'zingiz pensioner bo'lsangiz, quyidagi ishlarni qiling. Birinchi qadam, avvalo o'z holatingizni aniq baholang. Pensiya miqdori qancha? Har oy dori-darmon xarajati qancha? Kommunal to'lovlar qancha? Oziq-ovqatga qancha ketadi? Yordam beradigan farzand yoki qarindosh bormi? Odam o'zi yurib tura oladimi yoki parvarishga muhtojmi? Shu savollarga javob yozib chiqing. Oddiy daftar olib, bir oy davomida xarajatlarni yozsangiz ham katta foyda beradi. Chunki murojaat qilganda pensiyam yetmayapti degandan ko'ra, taqqizida ming pensiya olaman. Shundan 300 ming dori, 1 ming kommunal, 400 ming oziq-ovqatga ketadi desangiz, holat ancha aniq ko'rinadi. Ikkinchi qadam. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahalladagi mas'ul xodimga yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni tushuntiring. Agar yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, buni ayting. Agar farzandlaringiz bor, lekin yordam bera olmasa, sababini tushuntiring. Agar sog'liq bo'yicha muammo bo'lsa, tibbiy hujjatlarni ko'rsating. Murojaat og'zaki bo'lib qolmasin. Iloji bo'lsa, yozma ariza qoldiring yoki ariza qabul qilinganini qayd ettirib qo'ying. 3-qadam. Tuman yoki shahar inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Hozir ijtimoiy himoya tizimida aynan ehtiyojmand fuqarolarni aniqlash, baholash va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha alohida mexanizmlar bor. Siz menga 5-20 ming bering deb emas, mening ijtimoiy ahvolimni o'rganib, qaysi yordam turi menga tegishli ekanini aniqlab berishingizni so'rayman deb murojaat qilsangiz to'g'riroq bo'ladi. Chunki sizga aynan shu qo'shimcha emas, boshqa turdagi yordam ham tegishli bo'lishi mumkin. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya daftarchasi yoki pensiya miqdori haqida ma'lumot. Nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy xulosa, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, yashash sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar dori-darmon xarajati katta bo'lsa, shifokor tavsiyasi, retsept, dorixona cheklarini ham saqlang. Agar yolg'iz yashasangiz, buni mahalla dalolatnomasi bilan tasdiqlash mumkin. 5-qadam, arizada vaziyatni aniq yozing. Masalan, men falonchi, yoshga doir pensiya olaman. Pensiya miqdorim falon so'm, yolg'iz yashayman. Sog'lig'im sababli doimiy dori qabul qilaman. Har oy dori-darmon uchun taxminan falon so'm sarflayman. Kundalik ehtiyojlarimni qoplashga qiynalayotganim sababli ijtimoiy ahvolimni o'rganib, menga tegishli yordam turlarini belgilashingizni so'rayman. Mana shunday ariza aniq, tushunarli va tekshirishga qulay bo'ladi. 6-qadam. Javobni kuting, lekin nazorat qiling. Ariza berdingiz, tamom,
deb qolmang. Qachon o'rganish bo'ladi? Kim keladi? Qaysi muddatda javob beriladi? So'rab boring. Agar javob og'zaki bo'lsa, yozma javob so'rashga haqlisiz. Agar rad etishsa, nima sababdan rad etilganini aniq bilib oling. Balki bir hujjat yetishmagandir. Balki oila daromadi noto'g'ri hisoblangandir. Balki sizning parvarishga muhtojlik holatingiz tibbiy xulosa bilan tasdiqlanmagandir. Sababni bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. 7-qadam, agar haqli bo'la turib yordam belgilanmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Tuman darajasida masala hal bo'lmasa, viloyat ijtimoiy himoya boshqarmasiga, tegishli vazirlik yoki agentlikning ishonch telefonlariga, xalq qabulxonalariga murojaat qilish mumkin. Lekin murojaat hissiy shikoyat bo'lib qolmasin. Ariza nusxasi, rad javobi, hujjatlar, tibbiy xulosalar, xarajatlarni ko'rsatuvchi dalillar bilan murojaat qiling. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga 5-20 ming qo'shtirib beraman, oldindan pul bering. Tanishim bor, hujjatsiz qilib beradi. Kartangizni bering. Pul tushiraman degan gaplarga aslo ishonmang. Davlat yordami uchun hech kimga pora yoki xizmat haqi berilmaydi. Plastik karta parolini, SMS kodini, bank ilovasi kodini hech kimga bermang. Ayniqsa qariyalar bunday aldovlarga tez ishonib qolishi mumkin. Farzandlar, iltimos, ota-onangizga bu haqda tushuntiring. Yana bir muhim maslahat: har bir pensioner o'z pensiya miqdorini va to'lov tarixini tekshirib tursin. Ba'zan odam qaysi to'lov nima uchun tushganini bilmaydi. Pensiya alohida, kompensatsiya alohida, ijtimoiy yordam alohida bo'lishi mumkin. Kartaga pul tushganda uni pensiyam oshibdi deb o'ylamasdan, qaysi to'lov ekanini aniqlash kerak. Pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki ijtimoiy xizmat markazi orqali bu ma'lumotni bilish mumkin. Demak, 120 mingdan 520 ming so'mgacha qo'shimcha masalasida eng asosiy xulosa shuki, bu hamma pensionerlarga avtomatik beriladigan umumiy oshirish bo'lmasligi mumkin. Bu ko'proq ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj yoki daromadi yetmayotgan qariyalarga tegishli bo'lishi mumkin. Kimga berilishi aniq toifa, hujjat o'rganish va ehtiyoj darajasiga bog'liq. Agar oilangizda shunday keksa inson bo'lsa, kutib o'tirmang. Mahallaga boring, inson, ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling, hujjatlarni tayyorlang. Ariza yozing va javobni nazorat qiling. Eng muhimi, har bir xabarni to'g'ri tushuning. Pensiya oshishi boshqa, maqsadli ijtimoiy yordam boshqa. Sizningcha bunday qo'shimcha yordam hammaga berilishi kerakmi yoki faqat eng muhtoj qariyalargami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumot bitta oilaning muhim pulini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.